Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zuri do'stlar aytgancha skinimga e'tibor bermanglar. Mod, ya'ni shu mod tufayli skinim o'zgarib qoldi. Aytgancha bu daraja oshgan sari men har xil modlarga aylanib boramiz videosi do'stlar. Sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Qani, biz boshladik. O'zgina ovozini pastroq qilaman. Skiniz yo'q anchadan beri desanglar, men topdim, lekin shu mod tufayli, aynan shu mod tufayli mening skinim boshqacha. Mana buni esa biz har daraja oshgan sari ishlata olishimiz mumkin. Boshqa payt ishlatish mumkin emas. Mana bo'ldi. Tak, o'zi nimadan yasalarkan bu? Tak. Juda qiyin yasash menimcha. Lekin bizda o'zi men kirgan paytim shunday berilib qo'ydi. Tamom, men ol dedi, maza qilib ishlat dedi qo'ydi. Lekin men daraja oshgani har xil daraja, faqat daraja birinchi darajaga ko'tarilgandan keyin bu narsani ishlata olishimiz mumkin va bu uchun Sroq mana buni o'ldirishimiz kerak. Qani bu yerga kelchi zombijon. O'zimizga qo'g'lab turgandim bu yerga kel. Davay, birga ukam, birga bir. Davay, ke, davay. Ke, birga bir ukam, birga bir. Ular zombi rejasi o'xshamadi. O'ldira olmadim. Bizning kuchayib o'ldiraman. Men bu molda o'ldirishim mumkin o'zi bu yoqqa ke. Siz birinchi daraja. Bizda bonus chek aytgancha do'stlarim, bonus chek yo'qandim. Esimdan ham chiqib ketdi. Tak, men bilan o'lamiz. Kirka yo'q, endi bizga kirka kerak emas. Tayoqchalarni olamiz. Nonni ham, kartoshkani ham olamiz. Verstag qo'ydim shekilli. Verstagni o'zim qo'ydim. Va pishirilmagan baliq. Va mana bularni ham olishimiz mumkin. Opa bo'ldi. Endi bizga o'ldirishga men bu yoqqa kecha imid bo'lmoqchimiz bu latta qo'llatta ukam qara uka men bu yerdan qo'rqyapman ya bu yoqqa kecha urib bo'lmayapti jinoyatchi bu la'natini qanday daraja bir tiyin daraja bermadik mayli tayligimizga daraja beradi deb umid qilib qolamiz. Tak, men cho'chqani ham o'ldirsak bo'ladi. Bu ham o'zgina daraja berdi. Endi biz o'zgina kuchayib olsak bo'ladi. Yo'q do'stlar, men bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Men bir kanalni ko'rib qoldim. Juda ham epichki videolar qo'yar ekan va siz obuna bo'lsanglar mana shunday chiroyli avatarkalar yasab berar ekan. Men o'zim juda ham zo'r avatarka yasatib oldim. Bitta obuna evaziga hech qanday pul to'lamaysizlar. Shuning uchun tezroq uning kanaliga havola, tezroq obuna bo'ling va o'zingizga avatarka yasatib olishingiz mumkin. Qani unga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana birinchi daraja va biz nimaga aylandik? Joni ko'p nima bu? Menimcha bu suvda yashaydi shekilli.
To'g'risini ko'ramiz. Menimcha taxminan bu suvda yo'q. Suvda ham jonli yetardi, mayli. Lekin bizga o'zi quruqlik kerak. Tak, quruqlik. Tak, men buni urib o'ldiraman hozir. Tez biz ikkinchi daraja ko'tarilishimiz kerak, chunki bizga bu baliq yoqmayapti. Nomi Elder edimi yoki Guardianami, shunaqaroq edi menimcha nomi. Tak, kechqurun zombiga aylansak zo'r ish bo'lardi. Voy, moljon bu yerga kechi. Senga darajang kerak. Chunki men nima bo'ldi? Yotib qoldimmi? Jino'shimga yotib qoldim. Mayli, menga seni darajang kerak. Qani kuchuk bo'y, sen ham shu yerda bo'rni ko'rgandim. Mana ukam tinchlan va bizda o'zgina yetmayapti. Jino'shim bu qanaqa omadsizlik. Tak, hozir bizga birinchi bo'lib ko'mir. Ana yana bitta kuchuk ko'rdim. Bu yaxshi. Tak. Men sen nima qilib, men sen uryapman. Mayli. Bizda ikkinchi daraja va biz aylandik qanaqa mobga va biz piglinga aylandik do'stlar. Va biz endi piglinmiz. Tak, nezerga bo'lsak bizga hech nima demasalar kerak. Nezerga shu piglinga aylanardik, zo'r ish bo'lardi. Tak, hozir bizga birinchi navbatga do'stlar, bizning maqsadimizni aytmayman. Maqsadimiz hozircha yo'q. Ya'ni maqsadimiz Ender Dragon'ni o'ldirish, lekin bu qism bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Bu bilan men nima demoqchiman-da, ana bu qism bo'ladi. Masalan, birinchi qismda hozir uy qursak, ikkinchi qismda boshqa narsa qilamiz, uchinchi qismda va oxirgi qismda biz Ender Dragon o'ldiramiz. Yoki hammasini bir qismga joylaganim yaxshimi? Unday bo'lsa qiziq qolmaydi, syujetlari barchasi o'ylab olaman videoga gapirishni ham unutib qo'yapman. Videoga tak, shunaqa gaplar. Hozir biz nimamiz? Piglin zombilar piglinga hech nima demasa kerak menimcha, do'stlar. Yoki piglin bilan zombilar kelishmaydimi? Sho'shmayli o'zi, men qanday zombiga aylanmasdan yashay olyapman. To'xtinglar, shu zombini olib ko'ramiz. Qani zombi menga hech nima demayapti. Qo'yil bu ishni do'stlar. Zombi menga hech nima demayapti. Demak, hozir biz keyingi 3-daraja nimaligini bilmaymiz. Agar 3-darajaga ham shunga sklet bilan jang qilsak bo'ladi. Keyin it boqib olamiz, keyin u itga barib o'ldiramiz. Va bizga ozgina yetmayapti. Mana u zombini o'ldirishimiz kerak. U zombi bolasi o'ldirishni yomon ko'raman-u. Mayli, bugun o'ldiramiz. Axir men piglinman, ahmoq. Va bizda 3-daraja va biz aylandik. Sehrgarga qobiliyati bormikan? Menimcha yo'q. Qobiliyatini bilmadim, lekin aniq bizga bular nima kerak? Tushunmadim. O'zi biz do'stlar uy qurishga harakat qilib ko'ramiz. Yo do'stlar, men 5-darajagacha bu videoni o'ylay. Biz aylanamiz 4-daraja qo'shib va biz 4-daraja va biz suvga yuradigan bir o'rniga aylansak yaxshi ish bo'lardi. Va biz jino'shni cho'chqa chiq suvdan chiq. Yo do'stlar, siz videoga like bosing, obuna bo'ling va biz keyingi videolarda albatta uy quramiz va oxirgi videoda biz Ender Dragon'ni o'ldiramiz va buning uchun siz videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Aytgancha bitta menga emas va biz to'g'risida bo'lishimiz kerak. Bitta menga emas, o'sha ukamizga ham, akamizmi bilmadim, obuna bo'lib qo'yishingizni istardim. Xohlagancha teginga avazlarga kerak emas, masalan menga kerak va bittagina obuna va tayyor. Xayr, salomat bo'linglar. Elbek ukamiz yoki akamizga ham menga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Men to'g'risida bo'lishim kerak, u kishini bilmadim maqsadlarini. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai que